Mana bemorimiz Namangandan qayta ko'rikka kelibdilar. 2 oy oldin kelib bizda litseyni yozdirib ketgan edilar. Mana hozir o'zlaridan eshitamiz holatlarini. Nima bo'ldi aka? Zo'r. Muhammad Shular, Yusuf. rezultat ancha plyus tomonga yurdi. Limfalari kichraydi, ishtag'alari bomba bo'ldi. Oldin uncha-munchaga ovqat yemasdilar, tanlab berdilar. Hozir faqat ovqat bering deb ancha ishtaha zo'r bo'ldi. Yani burunlari to'lib qolardi-yu burunlar. Oldizga kelganimizda ham to'lib qolganligi ochilmasdi. Ha, voy Bunaqa axlatlar yig'ilmayapti, yaxshi. Shamollashib umuman biz ishonsangiz oilaviy gripp bo'ldikda mana dekabrda, yangi yildan oldin. Ha. Вообще biz bundan cho'chidik, yana shamollab qaytarib qo'yamiz, yo'q. Qachongi tabiiy doz bergan dorilarni ichirdik. Umuman bu bitta bu gripp bo'lmadi, qolgan hammamiz gripp bo'lib bir oy pashta bir oy davomida cho'zilib yurdi-da. Gripplik bu lekin bo'lmadi yaxshi. Sishlari kamaydimi? Sishlari kamaydi. Aslida biz kutgan rezultat bo'ldi-da. Xudo shukr ko'staymiz. Alloh shifo bersin. Yanada 2 oylik litseyni yozib beraman. Yana immuniteti bilan ishlaymiz, tozalash bilan. Inshaalloh undan zo'r bo'ladi. Самый главный вес qo'shdi. Glавниy. Aktivligi qanaqa? Aktivligi o'zgardi. Tinim oldin charchab qolarmidi? Oldin charchab faqat o'tirib qolardi. Endi ko'p valid charchadim deb o'tirib olardi. Hozir shu uyda kolonkaga muzikani qo'yib beramiz, ana kechgacha xabar yo'q. Chunki hozir litseyda davomida biz bog'chaga bermadik-da. Ha. Uyda parvarish qildik, yaxshi xudo shukr, zo'r. O'shaning uchun yana keldik, mana xudo xolasa.